Assalomu alaykum. Muqaddas ilm dargohining nurli yo'laklaridan bugun hayot sahnasiga qadam qo'yayotgan aziz bitiruvchilar, ularning orqasida sabr, duolar, mehr va fidoyilik timsoli bo'lgan ustozlar, ota-onalar hamda mo'tabar mehmonlar. Kengasning vitse-prezidenti, psixologiya fanlari doktori, professor Baratov Sharif Ramazonovichga bersak. Aziz mehmonlar, bitiruvchilarimiz, ajoyib bayram tantanasi bilan barcha bitiruvchilarimizni va barchangizni mana shunday qutlug' ayyom bilan samimiy qutlashga ruxsat berasizlar. Buxoro xalqaro universitetida ham qator o'quv binolari, yotoqxonalar, sport inshootlari. Buxoro xalqaro universitetdan olgan salohiyatingiz bilan qo'rqmasdan qadam tashlasangiz bo'ladi.